Hammaga salom do'stlar. Unumli video kuzatinglar, ko'ringlar. Sizlarga kerakli narsalarni hozir qisqacha tanishtirib o'taman. Hozir biz santexnika o'sha polni mana bunaqa uyga kerakli anjomlarga keldik. Hozir ismingizni beragizim? Mansur akamizga ozgina ma'lumot berib o'tadi. Nech puldan bo'lyapti mana dushovый kabinalarda eng kerakli bo'ladigan narsalar mana qishloq sharoitlarga sizlarga tanishtirib o'tamiz. Funksiyalardan tortib, narxidan tortib, razmerlarigacha Instagram kanali ham bor ekan. O'tib obuna bo'lib, bemalol kuzatsanglar bo'ladi. Narx-navolar ham u yerda bor ekan. Mansur aka bitta mana shu boshidan boshlaylik. Razmeri necha funksiyalarini bitta aytib bersangiz obunachilarga. Akrobar brendi 90 ham bor. Massajlar bor. Kalyonli o'yinlar bo'ladi aka. Kolonkasi bor, vitishkasi bor. Kolonka deganingiz nima bu? Radiosi bor, funksiyasi radiosi bor aka. Muzikami? Muzika eshitsangiz bo'ladi. Ha, tushunadi. Ha, bluetooth bor. Ha. Bemalol orqa massajlari, bel massajlari bor aka. Oyoqlari 8 ta oyoqlik bo'ladi, usulini paddon deyiladi aka. 8 ta oyoqlik. 4.800 deyapmiz, arzon qilib beramiz. 4.800. Bu magnetligi bunda o'ziga o'zi ushlab qoladi mana. Magnetli ekan. Bizga hammasiga 3 yil garantiyasi bor. 3 yil garantiya berasiz o'zingiz. Mana bu funksiyasi parga yo'qmi boshqa narsaga ishlaveradi, buzilib qolmaydi. Buzilsa ham topish iloji bor. Xudo zapchas muammo emas. Zapchaslari bor hamma narsa. Ichida magnetlar bor, roliklar ichida bor. Sifon, hamma narsa ulaydigani o'zida komplet. Hermetika, shlang, hamma narsasi komplet. Komplet berasiz. O'sha nech pul dedi? 4.800 ga hamma Samarqand shaharga bepul. Qolgan joylarga kelishuv asosida bo'laveradi. Hozir nomeringizni qo'yib qo'yamiz. O'sha qayerga dastlabki kerak bo'lsa akani plastik raqamiga pul tashlaysizlar. Misol uchun 50% ni tashlasanglar, 50% ni yetib borganda o'zlarining shofiri olib kelaveradi. Misol uchun bitta laboda ustasi bilan jo'natib berar ekan. Akamiz aytayapti, ustalarimiz ham bor deyapti. 650 mingdan 750 ming so'mgacha uстановка Samarqand shaharga. Endi uzoqroq masofa bo'ladigan bo'lsa, ozgina pul qo'shilishi mumkin. Hamma narsa kelishuv asosida akamiz o'zi, Mansur akamiz bilan butaveradi. Bu razmerimiz ham mana 4 burchak ekan, bu avalni emas, 4 burchak razmeri. Arzonroq byudjetni xohlaydiganlar uchun 90 ga 90 bo'lyapti. Modelimiz Xitoy model bo'lyapti aka. 90 3500 deyapmiz, kelishib beramiz. Bu plastmassa dedingiz-a, ichki taraflari bo'lyapti. Endi massajlari yo'q. Oddiyroq xohlaydigan. Nech pul dedingiz? 3500. Hozir bu 4.800 bo'lsa, orada 1.300 ming so'm razlika qiladi. Undan ko'ra 1.300 ming so'm qo'shib bundan olgan menimcha yaxshi variant. Bu ko'p funksiyaliga bu eng fulli bo'lyapti, oqilisi bo'lyapti aka, biriga bir. Bular oyoq massajlari bor aka. Oyoq massajlari bor, tavrat jumlaklari bor, o'yinlari bor. Keyin 12 voltlik lampalar bor. Bu hammasi bor. Yana qo'shimcha mana bu svetlarimiz bor, 12 xil yonadi. Bu eng fulli oxirgisi bo'lyapti aka. Tushunarli. Buni 5 million 150 ming so'm qilib beramiz. 5 million 150 ming so'm. Mana oynasi nima bu? Bu urmaganimiz mana bu yerga turadi. Bu yerga turadi. Значит bo'yiga o'sha o'zini oynasi soch soqol oladi, o'shanaqa nimaga. Buni qo'ymaganimiz sababi buni legrofiya qilsa bo'ladi. Kimdir pastga, kimdir tepaga. Bir marta teshib bo'ldi, o'sha yerga qoladi. Shuning uchun tushuntiramiz. Bo'ldi. Boshlar. Значит, haligi qimmatroq o'rnatadiganimiz bu bo'lar ekanda, to'g'rimi? Uстановкасы. Yana bitta yaxshi modelimizdan bor, xadoviy modelimizdan. Bir bo'lyapti aka. Orqa massajlar bor bunga. Buni 90imizdan bor, birimizdan bor aka. Xudoning narigi serini oq varianti arzonroq ishlaydi. 4.450 ming so'm. Buni oynasi mana bu to'silmaganligi uchun 30%. Keyin do'stlar qaranglar. Oynasi ichkarisi ko'rinar ekan deb o'tirmanglar. Bu narsani o'zingizlar so'nggi защита plonkadan qo'ydirib olsanglar ham bo'laveradi bemalol ustoz uchun. O'zlari ham misol uchun kelishgan holatda ustalari qilib beraveradi. Misol uchun o'sha ana bu tonirovka deydi, o'shanaqa nima bilan yopib olsa bo'laveradi bu narsalarimiz. Keyin mana bu narsalarni juda ko'pchilik mendan so'raydi. O'sha sanizullarga qo'yiladigan mana unvonliklar turibdi. Mana shularning narxlari bilan hozir bitta aytib o'tiladi. Juda ko'pchilik mendan mana shu narsalarni so'raydi-da aka. Bu materialiga keladigan bo'lsa, materialni men o'zim aytib beraman. Bu Xitoydagi plastmassa bo'ladi bu narsa, suvga ishmaydigan. Endi biz kuxonniy naborlarga bu narsani ishlata olmaymiz.
Sababi mana shunaqa kichkina detallarga ishlatiladigan narsa krashenli bo'ladi, kraskali bo'ladi. Suvga ishmaydi, hech qaysi joyi suvga ishmaydi. Bu tarafi ham, bu tarafi ham. Значит, par joyga o'sha sanuzlarga qo'ysa bo'laveradi. Bunimiz necha pul boshidan ketaylik? Bu 50 ga 35 razmer bo'lyapti, Xitoy kalla bilan 750 ming so'm. 750 ming so'm. Bunisi-chi? Bu 1 million 750 ming so'm. Bu qimmatligi Xitoyniki bo'lyapti, keyin Keramik. keramik granit bo'lyapti, toshlik bo'lyapti aka. Mana bular o'sha farfor bo'ladi. Shuning uchun arzon. Bu o'sha yangi Bular necha puldan? 1 million 750 dan. 1 million 750 dan. Unimiz necha pul? Mana bular bor, PVC modeldan bo'lyapti. 1 million 50 ming so'm. 1 million 50 ming so'm bu, значит, bu. Ha, bu MDFdan bo'lgan mana. O'zimizning mahsulot. Bu O'zbekistonda chiqadigan mahsulot. Xitoyning mebellarimiz bor. Tak, bular o'z skidkaga tushgan. Ha, mana bu sensorli ekan. Shularjon. Bu oynani quritadigan bilasizlar. Ha, abagirif oynani quritib beradi. 1 million 100 ming so'm deyapmiz. O'z skidkaga tushgan. Komplekt. Komplekt bo'lyapti. 1 million 550 qilib. 1 million 550 ming so'mdan, ha? Tushunarli. Soni cheklangan, bir 5 tadan 6 tadan qo'ygan mana ichida bu. Aha. Xo'p. Kelaversa, o'sha mablag' ham hammasi skidkaga ketdi. Hammasi. Hozir ko'rayotgan bo'lsanglar, hammasi haqiqatda chotki narxlar. 1 million 550 ming so'm yonadigan oynalari bilan bu narsalar bilan juda ham arzon. Smyslov kirmaydi bu narxda ichiga. Smyslov o'zingizlar xohlagan vibrilarni akan Telegram'i misol uchun bor, tanlaysizlar. Bu narsalarni ham dastlabki ustunovkasi bilan gaplashsanglar bo'laveradi. Ovoragarchilaysiz, kartasiga pul tashlaysiz, bo'ldi, qutulasiz. Olib borib ustunovka qilib, uyingizdan rozichilikni olib chiqib ketishadi. Ustalari juda ham zo'r variantlar ekan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, haqiqatdan narxiga 100% stoyt nima ekan, narsalar ekan. Endi misol uchun bu yerga o'zi asli kirib qolganim sababi Rossiyada turib bitta akamiz iltimos qildi, shu Samarqand shahridan arzon joydan dushovoy kabinani surishtirib bering. Olaman degan uchun kirib qoldim. Hozir video qilib qo'yapman sizlarga ham. Kerak bo'ladi. Ana bu narsalar har bitta xonadonga kerak bo'ladigan narsa. Bu qimmatroq bo'lsa kerak, a? Bu 4 million 850 ming so'm Luma brendidan. PVC shkafimiz bo'lyapti. Ha, tushunarli bu. Oldiga kelsangiz datchiklari bor. Yaqinlashsangiz yonadi, uzoqlashgan payt o'chadi. Shunaqa. Tushunarli. Bu Smyslov o'ziniki bo'lyapti, Smyslov bilan komplekt. Komplekt. Tushunarli. Mana bunaqa variantlarimiz bor, 2 million 100 ming so'm. Akajon qarang, bitta yana zo'r unumli narsa qilaylik-da. Aristollarni juda ko'pchilik so'raydi. Mana shu aristollarda bitta aytib o'tsiz aka. Hozir bizga eng kerakli ariston mana bu narsa bo'ladi. Ko'pchilik so'raydi bu narsani. Bu kuxnaga past shkafiga o'rnaydigan aristonimiz. Mana do'stlar, ko'ringlar. Mana shu aristonimizdan kuxna shkafda ichiga faqat kuxnani o'zi uchun qo'yiladigan ariston bo'ladi bu narsamiz. Shundan olsanglar ham bo'ladi. Agar kuxnani o'ziga bo'ladigan bo'lsa. Если что, kuxnaga, sanuzulga, общий hamma joyiga pitaniga bu aristondan qo'yiladi. Lekin kuxnani o'ziga bo'lsa, ham tokda ekonom qiladi, suvda ekonom qiladi, shkafni ichida turadi. Katta joy kerak emas bu narsaga. To'g'rimi aka? Bular narxi necha pul? Pullik bo'lyapti. 3 yil garantiyamiz bor bularga. Aristonga, Prado brendidan 112 bo'lyapti. Aha. Antiskachoklar bilan chiqadi aka. Svet o'ynasa o'zi tayyorlab beradi. Tushunarli. 3 yil garantiyasi bor. Bunimiz 750 ming so'm bo'lyapti. Ma'lumimiz 850 ming so'm. Normalniy narxi. Endi qaranglar do'stlar. Bu necha litrli? Bu 15 litrlik. 15 lik? Bu 10 litrlik. 10 litrli. 15 taligidan olsanglar bo'ladi. Sababi ham tez isitib beradi, to'g'rimi? Qancha minutda bo'lyapti tenti. Tenti 2 kilowatt ekonomishli tentdan qo'yib beryapti aka zavoddan. 3 yil garantiyasi bilan bor. Bo'ldi. Enerjiklik bo'ladi. Zo'r. Tepadagi duh konturlarimiz. Konturni katyol bor. Alfa brendidan bor akajon. 4 million 750 ming so'm. 4 million 750 ming so'm. Petronic brendidan bor 3 million 950 ming so'm. Tushunarli. Bunimiz qimmatroq. Bu o'sha Bazevodan ingichka katni nimadan bo'lyapti? Aristonimizdan bo'lyapti. Joyi mayda, standart joylar uchun gorizontal, vertikal qo'ysangiz bo'ladi aka. Tak, bunimizning narxi 1 million 950 ming so'm. Yonboshchasiga o'rnatsa ham bo'ladi. Gorizontal qilsak ham bo'ladi. Bularchi necha pul? Bu brendimizdan bor. Xitoyniki bo'lyapti. 10 litrlik kattasi bo'lyapti aka. Tushungansiz bor bunda. Tak 100 taligi bo'lyapti. 1 million 380 ming so'm. Aha. Royal brendi bor. Bu ham 100 talik aka. Hamma razmerimizdan bor o'zi. 30, 50, 80, 100 dan bor aka. Tak bunimizning hozir 100 talikning narxi 1 million 450 ming so'm. Aha. Termex bor aka. 1 yil tentiga 5 yil bashkirlik garantiyasi bor. Rossiya brend bo'lyapti aka. Tak 100 talikning narxi 1 million 450 ming so'm. Tushunarli. Qaranglar do'stlar.
Rahmat sizga. Bu yerda unitazlardan tortib, tepada bu narsalargacha bor. Bilasizlar, bu yerdagi do'konlarda arendasi o'zi yo bo'lmasa hajmi, arendasi ot kallasida hajmi kichkina bo'lgan bilan, lekin akamiz o'zi aytayapti, skladdan yo bo'lmasa nimaiki narsa so'rasanglar, borki narsa, hamma narsa bor akada. Skladida vibri juda ham katta ekan. Narxini deyapti, narxini skidka narxida dastlabkalarini bilan hamma narsasi bilan chiroyli qilib bitkazib beramiz deyapti. Bemalol aloqaga chiqarasizlar, telefon nomerlarini qo'yib qo'yaman pastga, ko'rib bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. WhatsApp, Telegramlari bor, Viberlari bor, Instagram kanali ham bor. Hamma narsani sizlarga to'liq ma'lumotini erikmasdan beradi. Plus o'zini ustalari bor, borib o'zini mahsulotini garantiyasi bilan o'rnatib keladi. 50% pulini tashlasangiz, olib borib uстановка qilib bo'lgandan keyin qolgan 50%ni uydan to'lov qilib olsanglar bo'ladi. Bu eng sizlar uchun qulay variant, misol uchun. O'sha shoferni yo'l kirasini ham, bu yoqdagini ham hammasini borgan vaqtlarda chiroyli qilib rashodini qilib bersanglar bo'ladi. Xudo xolasa kelishgan holatda ishlasanglar bo'ladi. Rahmat aka sizga katta aloqaga chiqishadi xudo xolasa, bemalol shu narsalar juda ko'p o'tkazib beradi xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan yana qaytib zo'rmay belda ko'rishishga deb qolamiz. Obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Sog' bo'linglar do'stlar.